Instagramda yurib akalar bir achinarli holatni ko'ryapman. Biz yoshligimizda pulga muhtoj bo'lib qolsak shu paqirga loyni to'plab tom yopardik loydan. 12 kun 13 kun ishlardik shunaqa 100 gradus issiqda yosh bola edik. Paqirni ham nima qilib ko'tarib yurardik bir tomoniga. Shunga ham 25 ming so'm, 20 ming so'm pul olardik. 5 ming so'mini o'zim yopib qolardim, 20 ming qolganini uydagilarga berib olardim. Shu 5 ming so'm ham nimaga har kuni bittadan marojniy yerdim o'sha pulga. Chunki marojniy ham biz uchun va degan narsa edi. Hozir Instagramimda dalboyoblar yozyapti. Aka 300 ming so'm bering debdi. Yebam bir haftadan beri qayta shu SMS yozyapti. Oyoq qo'li butun rasmini qarasam. Boshqa bitta dalboyob PUBG'ga qanaqadir M4 olishim kerak. Aka pul bering, palon qiling, piston qiling deb yozyapti. Bunaqa dalboyoblar ertaga qanaqa qilib oila tortadi ekan? Hayron qolasan. Men o'zimni dunyo qarashimdan kelib chiqqan holatda qizlar u, qizlar bu deyman. Lekin haqiqatan ham shunaqa dalboyoblar bo'lgandan keyin qizlar ham qo'rqadi ekanda rostdan. Nima ertaga men hayotimni bunaqa yibanga topshirib qo'ymayman-ku deb. Hayot bu kurash. كان حلمي في وجود